Assalomu alaykum. Bugun uxa sho'rva qilamiz. Ya'ni baliq kallasi va dumidan. Biz katta baliq bo'lgani uchun faqat dumi bilan kallasidan qilamiz. Buni hozir qaynatib olib, ko'piklarni olib, keyin qolgan masalalarni solamiz. Bir martasiga ko'pigini oldim, yana ozgina bor ekan. Lekin kartoshkasini solib qo'yibman. Kartoshka, piyoz, sabzi, bolgarskiy, ozgina chesnok va mana bu anaqa jambil bor. Bizda zanjovul deyiladi. Bu jambil sho'rvalarga ozgina tayyor bo'ladigan vaqtda solib qo'yilsa, hidi va ta'mini zo'r qiladi. Tabga ko'ra tuz, priprava solamiz. Faqat qizartiradigan narsa solmaymiz. Keyin guruchni anaqa qilib pishirib olamiz. Xuddi sushiga pishirgandek qilib pishirib olamiz. Guruchni tayyor sho'rvaga solib qo'shib iste'mol qilinadi. Mana endi solaveramiz. Men morozilkaga solib muzlatib qo'yganim uchun mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi baliqlarim. Lekin обязательно baliq boshini sovutganda birinchi jabrasini tozalab olinglar. Tahir bo'ladi, ichi bo'lmaydigan sho'rva bo'ladi keyin. Tak, hozir sabzi, bolgarskiy, kartoshka soldim. Endi piyozlarni butun sovuraman. Keyin chesnokni ozgina maydalab, jambilni tayyor bo'lib qoladiganida solib qo'yamiz. Mana sho'rvalarimiz qaynayapti. Jambilni ham soldik. Ichiga rolton priprava, koreyskiy tuzcha, tuz soldim. Mana endi bunga garniriga mana multivarkaga guruch, menda sechka guruch ishlataman. Suyuq ovqatga ozgina bunga hozir tuz bilan yog' solib qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Keyin tayyor bo'lgandan keyin qo'limiz suvlab yumaloq qilib bo'lsa soya qo'shib, bo'lmasa shundoq o'zini dasturxonga tortamiz. Har bitta odam o'zini xohishiga qarab sho'rvani ichiga solib ichadi. Go'shtlarni birpas turib ko'tarib olamiz baliqlarni. Mana guruchlarni pishirib oldik. Men multivarkada pishirdim. Multivarka bo'lmasa, oddiy gazda pishirsa ham bo'laveradi. Sechka guruchdan qo'limni ho'llab yumaloq koptukchalar yasadim. Buni ichiga hozir soya sousi, tuz, ozgina semichka yog'i va guruch sirkasi qo'shganman. Ozgina tuz. Ular shart emas. Xohishga qarab guruch bilan tuz o'zini yog' bilan aralashtirib qilsanglar ham bo'ladi. Ko'pda yasash ham shart emas. Kim xohlasa shundoq dasturxonga tuzasa bo'ladi. Mana baliqimiz pishib chiqdi. Piyozlar bilan qo'ydim. O'zi olib tashlasa ham bo'laveradi. Endi ovqat suzayotganda mana ko'katlar bilan dasturxonga tortamiz. Boya aytganimdek jambil ovqatimizni xushbo'y va xushta'm qilib beradi. Bozorlarda jambil deb so'rasanglar berishadi. Hammaga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar.